Bu xabar Makka ga yetib keldi. Abdul Muttalib yoshlari ulug' zot, soqollari oppoq bo'lib qolgan, qaddlari baland, bunga qadar minglab musibatlarni boshdan o'tkazgan, qancha zahmatlarni ko'rgan, ehtimol qancha yaqinlardan ajraganda ham matonat ila sabr ila turgan Abdul Muttalib o'g'li Abdullohning vafoti haqidagi xabarni xabarchidan eshitganda oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qoldi. O'tirib qoldilar. Ko'zlaridan oqqan yosh oppoq soqolini ho'l qildi. Ehtimol bir paytlar 100 tuyaga mana shu o'g'lini badal qilgan, bu o'g'lining yuzidagi munavvar nurga oshiq bo'lgan Abdul Muttalib suyukli farzandidan ajrash musibatini o'sha o'tkazgan davrlarni ko'z oldidan o'tkazgan bo'lsa ajab emas. Abdul Muttalib mana shu o'g'lidan ayrilishligini, qiyinchiligini his qilib turgan mahalda bundan ham o'ta og'irlikka, judolikka uchragan Omina onamiz ham borligini eslashimiz kerak. Omina onamizga ham bu xabar yetganda o'ta mahzuna bo'ldilar. Kechagina Madinaga ketayotgan, kechagina go'zal bo'lib xayrlashgan turmush o'rtog'idan ayrilgan xabarni eshitish Omina onamizga og'ir botdilar. Xayrlashayotgandagi go'zal yuzlarini ko'z oldiga keltirar ekan, Omina onamiz ham yig'ladilar. Lekin Abdul Muttalibni ham, Omina onamizni ham faqatgina bir narsa ko'ngliga oro berardi. Bu ham bo'lsa, Omina onamiz batni muboraklarida ko'tarib turgan Abdullohdan qolgan yodgorlik, dunyoga kelish kutilayotgan farzand edi. Omina onamiz ham mana shu farzandni umidida o'zlarini tinchlantira oldilar. Kunlar o'tib bordi. Omina onamiz kundan kunga go'zallashib borardi. Odatda og'irayoq ayollar o'zlarida boshi qorong'ilik qiyinchiligini o'tkazar, og'riq va mashaqqatlarni o'tkazardilar, lekin afsuski Omina onamizda bunday narsalar bo'lmadi. Na o'zida og'riq bo'ladi, na qiyinchilik bo'ladi, aksincha kundan kun yengillashib, kundan kun go'zallashib boraverdi. Hatto ba'zi ayollar Abdul Muttalibga keliningizni bir tekshirib qo'yaylikmikin? U homiladorga o'xshamayapti, homilador ayol bunday bo'lmaydi deganlari ham bo'ldi. Lekin Abdul Muttalib hammalarini o'dag'aylab berdilar. Kelinidan bunday yolg'on chiqmasligiga ishongan va o'g'li Abdullohdan yodgorlik dunyoga kelishni umid qilgan Abdul Muttalib kelinini go'zal yuziga qarab, haqiqatda ham kundan kunga go'zallashib borayotganiga o'zi ham hayron bo'lardi. Ayniqsa Omina onamiz bundan ajablanardilar. Nega boshqalar shikoyat qiladi og'ir-oyoqlik qiyin deb, lekin Omina onamizda bu narsa yo'q. Kunlar o'tib bordi azizlar. 571-milodiy sana, Rabiul Avval oyi 12-kuni, dushanba kuni butun olamlarga rahmat bo'lgan Rasulimiz alayhisolatu vasallam tug'iladigan kun yaqinlashdi. Shu payt Omina onamizda to'lg'oq boshlandi. Bir pasda doyalar ham chaqirtirildi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning otasidan qolgan yagona joriya Baraka degan bu ayol Ummu Aymana darhol doyani chaqirib chiqdilar. Doya ham yugurib keldi va Omina onamiz oldida o'tirdilar. Boshqa ayollarda bo'lgandaqa to'lg'oq azobi ham, og'rig'i ham bo'lmadi, balki Rasulimiz alayhisolatu vasallamni Omina onamiz hech narsa og'rig'ini bilmagan holda dunyoga kelgizdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavallud topayotganlarda ajib hodisotlar ham bo'ldi. Omina onamizni og'riq tark qilishlikdan tashqari, hatto Imom Barzanjiyda mavlid kitoblarida, qasidalarda biz masjidda o'qiyotgan mana shu mavlidning ichida bir iborani keltiradilar. Va xodara ummuhu laylata mavlidihi Asiyatu va Maryam. Omina onamiz Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni dunyoga kelgizayotgan mahallarda Alloh azza va jalla Maryam onamiz bilan Osiyo onamizning ruhlarini ham olib kelib qo'ydi. Atroflarda o'rab bular dalda berib turdilar. Omina onamiz hali unga qarar, hali bunga qarar, hech qanday qiyinchiliksiz Rasulimiz alayhisolatu vasallam tug'ildilar. Azizlar, bu zot tug'ilganlarida butun atrofni muattar hid tutib ketdi, munavvar bo'lib nurlari osmonga chiqdi. Ummu Aymana ham tug'dirgan doya ayol ham Muhammad alayhisolatu vasallamni qo'llariga olar ekan hayratlanib ketdilar. U zot barakot kindiklari kesilgan, hatto xatna qilingan deydi ba'zi rivoyatlarda. Qo'llari bilan avratlarini berkitgan holda, osmonga qaragan holda tug'ildilar. Tug'ilganlarda u zotdan chiqqan nur butun atrofni munavvar qilib yubordi. Muattar hidlari, jannat hidi ufurib turar edi. Shifoxonim olarkan Omina onamizga mujdalar bo'lsin, muborak bo'lsin. Shu bolani sen tug'dingmi dedilar. Buncha ham go'zal bo'lmasa-ya dedilar. Qo'llariga olar ekan Omina onamiz farzandini mahkam bag'riga bosib hidlardan hidladilar va hayron bo'lib bolasini bu go'zal hidiga mast bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhissalom azizlar
butun olamlarga rahmat bo'lib tug'ildilar. Mavludi sharifda qasidada mana shu joyga kelganda bir gap qo'shadilar: va qad istahsana al-qiyama 'inda zikri mavlidihi sharif a'immatu dawu riwayatin wa rawiyya. O'tgan ulamolar, imomlarning bu ulug'lari ayni mana shu payg'ambarimiz alayhisalomni tavallud topgan joylarini o'qiyotganda Mavludi sharifda o'rinlardan turishligini odob sanagan ekanlar. Bu Rasulimiz alayhisolatu vassalamga bo'lgan hurmat. Ayni mana shu holatda Rasulimiz alayhisalom tug'ilganlarda butun atrof munavvar bo'lib ketdi azizlar. Nurlari osmonga taraldi. Mayli buni kimdir mubolag'a der, kimdir boshqa gap aytar, lekin bor haqiqati atrofni nur tutib osmonga ko'tarildi. Tug'ilib yetim tug'ilgan, otasi Abdullohni ko'rmagan bolasini bag'rlariga bosib, bu dunyoga kelganligini qutlab, otang ko'rsa bo'lmasmidi bolam dedilar. Tug'ilib yetim bo'lgan munavvar yuzlik bolam deb bag'riga bosib o'pdilar. Tezlik bilan bobosi Abdulmuttalibga xabar yubordi. Abdulmuttalib o'g'li Abdullohdan ayrilgan, qaddi bukilgan, mahzunlikda edi. Tezda bo'lib bu xabarni aytganda Abdulmuttalib shunday yugurdilarki, xuddi yosh bola yugurganda yugurdilar, hatto ustidagi chakmonlari qanot bo'lib xilpirar edi, go'yo uchar edi. Yugurib keldilar. Shundoq kirdi-yu, kelini Ominani qo'lda turgan nabirasini ko'rib to'xtab qoldi. Mashalloh, shuncha ham go'zal bo'larmi dedi. Qo'liga olar ekan, beixtiyor o'g'li Abdullohni esladi. Ko'ziga yosh keldi. O'g'lidan yodgorlik bo'lib tug'ilgan bu bolani qancha ham go'zalligidan ajablandi va qo'llariga olib Ka'batulloh oldiga olib bordi va Ka'bani birga taof qildirib Allohga shukrona aytdi. Bobolari Abdulmuttalib Ka'bani aylantirib qo'llariga olib turar ekan, bu zotning hidlaridan atrof muattar bo'lar, munavvar turar edi. O'sha mahalda azizlar, atrof butu sanamga to'ldirdi. Lekin shunday bo'lsa ham yolg'iz Allohni o'ziga iymon keltirgan, Alloh bor deb bilardilar, olam u yerni Alloh yaratdi deyardilar. Shuning uchun Abdulmuttalib ham bu Ka'baning haqiqiy egasi Allohga hamd va sanolar aytib, nabira ato qilganligi uchun Allohga shukronalar aytdi. Na Abdulmuttalib, na atrofida turgan birortasi bilmas ediki, vaqtiki kelib mana shu munavvar bo'lib dunyoga kelgan ulug' zot bu Ka'batullohni butu sanamlardan tozalab, inshaalloh kufr va shirk botqog'idan hammani xalos qilib, butun olamlarga munavvar va nur kirgizib, vahdoniyat dinini tiklab, mo'min musulmonlarga qiyomatga qadar Ka'batulloh bo'lishga sababchi bo'ladigan buyuk vazifani egasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekanligini bilmagan bo'lishlari tabiiy edi. Abdulmuttalib nabirasini ko'tarib uyiga kelar ekan, qiziga qarab, "Qizim, nima ism qo'yamiz?" dedi. Shu payt Omina onamiz bir oz xijolat bo'lib, "Otajon, nabiyangizga homilador bo'lganimdan beri tush ko'rdim. Bir necha marotaba tushimda sen dunyoga o'g'il keltirasan, uni ismini Muhammad qo'ygin degan nido eshitdim" dedi. Bu gapni eshitar ekan Abdulmuttalib hayratlanib ketdilar. "Subhanalloh" dedilar. "Qizim, ayni mana shu Muhammad degan ism meni fikrimda aylanib turgan edi" dedi. Va nabiralariga Muhammad deb ism qo'ydilar. Maqtalinadigan zot degan ma'noni beradi. Haqiqatda ham bu zot qiyomatga qadar maqtalinajak edi azizlar. Rasulimiz alayhissalom tavallud topgani muborak bo'ldi azizlar. Atrof shunday bir farog'at va shunday bir fayz va barakotga to'lib ketdi. Muhammad ismlari bilan mashhur bo'lgan bu nabira bir pasda odamlar tillariga doston bo'ldi.